do'stim, hovlisiga mana bundan bir qator qo'yib olamiz. Men ikkinchi qatorni ham bunaqa qilamiz. Aka, assalomu alaykum. Biroq men sizlarni tanidim. Abdushu o'zimizning do'kon bu. Bitta kirib ichganini ko'ringlar. Narxi tizadi, aka. Shu yuring. Ofisidagi ofisga bo'lsa yoki hovliga bo'lsa mana shuni qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu Yaponiyadagi. Necha yillar? Hop, buning yili 16 yilliklar. Faxira nomi. Jumlalarga qarab qo'yadi. Просто mana shu qarab turadi. Soqali temir ofisda daraxtga qarab turadi. Qattiq deydi. Yaponiya necha yil 16. Do'konga shunday ko'zga tashlashgan. Okey, bu ko'zga tashlanadi. Chunki bu 16 yillik daraxt, bonsai daraxti. Yaponiyada bungacha san'at asariga qaraganda qarashadi. Bu arzon daraxt emas. Yo'q. Nozik. Lekin bizda arzon. Shaharda nima narxi bor? Yuring, Yaponiyada boshqacha daraxt bo'lsa, okey. Bratim, menga qarang. Gullarning xili juda ham ko'p. Любой gulingiz xohlagan daraxtingizni topib beramiz. Keyin bizda Italiyada, Yaponiyada hammasi birinchi qo'l bo'lib keladi. Bizda aka narx butun Toshkentda yo'q. Aylanib ham yo'q, topamiz, qidirib olib bo'lmaydi, okey? Taksiga pul ketadi. Mantiqda qoldi. Xo'p, okey. Nariyonni ko'ramizmi? Yo'q, o'sha tanladinglarmi? Ko'ringlar. Bo'ldi, yuring. Yuring. Aka, bu cho'pmas, bu bambuk. Bambuk katta bo'lsa mana bu holatga keladi. Undan ham katta bo'lsa, okey, mana. Uyingizda, ofisingizda, hovlingizda barcha chiroyli. Lekin bu bambuk, okey, uyga kislorodni eng zo'r tozalaydigan o'simlik hisoblanadi. Bratim, uydingizga olib ketasiz. Oling, bitta. Narxlar to'g'ri keladi. Narx to'g'ri keladi. Bittasi faqat bizdan bonusga, qolganiga pul to'laysiz. Ikkasi ham bitta. Pulni olinglar.